Men kelganimda 150, 140 dedilar. Eng tushdim deganda 135 ga tushdilar. Lekin men bundoq hisob-kitob qildimda 129 mingga mashxonadonni silib uchun gaplashib qo'ydim. Eng qizig'i bormi? Pashti nima desam bo'ladi, yer narxida ketyapti-da. Mana buni qarang, oppoq remontlar bilan, mana aboy emas bu, atechenti bo'ladi. Bu yerda bitta xonamizda ko'rishingiz mumkin. Yangi remont qilib qo'yishganda, yaqin to'y qilgan ekanlar, ko'rishingiz mumkin. Oppoq gilamlar bilan bo'lib turibdi-da. Bu aboy emas-da, atechenti. Bilasizlar, qimmat yuradi-yu. Hamma joyimizda remont qilingan. Bitta ish qolgan joyi tashqarida hovlisida travertin qo'rsak bo'ldi. Yer sutiga 50 ming, 60 mingdan bu yerda 2,5 sutu bo'ladi. Akam bu xonadon 2,5 sutuga joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hovlisi ham keng bo'ladi. 2,5 sutu. Bu yerda kuxnamizda, ya'ni oshxona joylashgan. Uning yonida sanuzelimiz joylashgan. Xo'p, tashqariga chiqqanimizda eng qizig'ini aytayim, lokatsiya va do'da joyda joylashgan. Do'mbrobod bilsangiz ekan, Mustang zapravkaga to'g'ri kirganmiz. Mana shu Muxlis gastinisaning shundan to'g'risiga xonadonimizda bo'ladi. Bu yerda Mustang zapravkaga kirib kelgansiz, yangi domla tushyapti. Lokatsiya ham va do'da joyda joylashgan. Bu xonadonimiz kimga qiziqsa, mana shu pastga telefon qilib, tez baraka qo'ramiz. Bilasizlar, bizda uzoq turmaydi-yu.